Bugun smartfonsiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Ayniqsa xorijda ishlayotganingizda u sizning yo'lboshchingiz, tarjimoningiz va himoyachingiz bo'ladi. Bolgariyada ishlayotganingizda sizga kerak bo'ladigan asosiy ilovalar bilan tanishing. Google Translate. Tilni tushunmayapsizmi? Oddiygina gapiring yoki yozing. Bu ilova tarjima qiladi. Kamera funksiyasi orqali belgilar va hujjatlarni ham oson o'qib beradi. Google Maps. Joydan adashmang. Transport, yo'nalish va eng yaqin do'kon yoki shifoxonani oson toping. Movit. Jamoat transporti, avtobus, tramvay, trolleybus yo'nalishlari va jadvalini real vaqtda ko'rsatadi. Sofia, Plovdiv va Varnada juda aniq ishlaydi. Sofia Plus, Ticket Sofia. Sofiyada jamoat transporti uchun elektron chipta yoki kunlik abonement sotib olish uchun qulay ilova. Taksimi, Yellow. Bolgariyada taksi chaqirish uchun eng xavfsiz ilovalar. Narxni oldindan ko'rsatadi va firibgarlik xavfini kamaytiradi. Spark, elektr avtomobillarni ijaraga olish xizmati. Smartfon orqali eng yaqin mashinani topib, ijaraga olishingiz mumkin. Revolut yoki Wise arzon va xavfsiz xalqaro pul o'tkazmalari ilovalari. Viber, WhatsApp, Telegram oila bilan aloqada bo'ling. Viber Bolgariyada keng tarqalgan. NRA App Bolgariya soliq xizmati ilovasi. Agar ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, to'langan soliq va sug'urta badallaringizni ko'rishingiz mumkin. Bolgariya Travel sayohat, transport va ruxsatnoma bo'yicha foydali ma'lumotlar. MyBustat ish joyingiz, yuridik shaxslar yoki kompaniyalar haqida ma'lumot olish imkonini beradi. Va eng muhimi, hech qachon noma'lum manzildan ilova yuklamang. Faqat rasmiy Google Play yoki App Store'dan foydalaning. Telefoningizga parol qo'ying. Shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport nusxasi, bank kodi yoki rasmiy shartnomalarni faqat ishonchli ilovalarga kiriting. Yodda tuting, smartfon faqat aloqa vositasi emas, balki sizning cho'ntakdagi do'stingizdir. Yordam olish uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligining ekrandagi bepul telefon raqamlariga yoki siz turgan davlatdagi vakolatxonasiga murojaat qiling. Agentlik vakolatxonalari mavjud bo'lmagan xorijiy davlatlarda fuqarolarga O'zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari orqali yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari, huquqiy yordam Uzbot Telegram bot orqali ham bog'lanish mumkin. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, 1282 qisqa raqami yoki +99871 202 3355 raqamiga murojaat qiling.